Ishimizda servis kuchli-da, bahorgilarning jamoasida. Yaxshi yengani o'zingiz ham ishlab chiqarish biznesiga o'tyapsiz-da, Gulnora. Sochga kelgansiz-da bizga. Ertalab 6 da chiqar ekan, separ ekan, keyin kechki payt 7-8 da chiqib o'zi sepib kirib ketar ekan. Shu narsa, amami meni orzu qilgan daraxtim, kesib qo'yib, dumaloq qo'yish chiroyli. Xuddi ani qimmatga sana olganga o'xshab qoldi, boru. O'zingiz ham mana sochingiz sartaroshga borsangiz, boshqacha bo'lib qolasiz, chiroyli bola bo'lib. Shunaqada. O'zi aslida men o'zi qimmat bo'laman. Mana o'zi niyatim bor edi-da. Endi oldimizda gazon qila olmaganmiz. Bir marta ekib qilib ko'rishgan, bo'ldi. So'lib qolgan u-da. To'ydan keyin shuni ertalab chiqib olib, shilankani olib, ana brushatkalarga sepib, qanaqadir kayfi bor-da. Men bu yerda tavsiya qilmagan bo'lardim. Anaqani olmanman-ku. O'zi yaxshi qilibsiz, chunki men hozir mana maslahatim qarang, olmaganingizda. Barchaga xayrli kun, hurmatli YouTube kanalimizning kuzatuvchilari. Ayni damda biz Shahristandskiydagi obyektimizga keldik. Obyektimizda mijozimiz blogerlar, Nizamov blogerni ko'plar tanisa kerak, ayniqsa yoshlanchilar juda mashhurlar. Hozir 4-5 oydan beri uylarni remont qilayotgan jarayonlarni ulashib boryaptilar Instagramda va bugungi 8-qismlarida bizning xizmatimizdan foydalanishga qaror qildilar va landshaft jarayonlarini sizlar bilan birgalikda hozir kuzatib boramiz. Qani bo'lmasam, ketdi. O, Samandar bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, kevring ko'rishamiz, biz keldik. Xo'p. Do'stlar, Samandar bilan hozirgina gaplashdim. Yo'lda kelyaptilar, xonadonlariga yetib keldik. Hozir kelishlar bilan birgalikda xonadonni obzorini boshlaymiz. Ana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Sanjar, qanaqasiz? Ishimizda servis kuchli-da, bahorgilarning jamoasida. Ha, bitta ko'rsatib qo'ying. Siz Chorsudan kelyapman dedingiz. Ha. Geranlar gulla olyapsiz-da. Burchakdagi zonaga mana ekamiz, xudo xolasa. Bo'ldi, hozir bolalar olib kiradi. Men kelganimda bolalar yetib qoldi. Hamda o'zingiz shamshotlar o'zi o'stirgan ekansizlar, kichkinadan. Men mundoligidan boshlab o'sgan, bular bilmayman 5 yilmi, 6 yillik kami. Yaxshi yengani o'zingiz ham ishlab chiqarish biznesiga o'tyapsiz-da, Gulnora. Sochga kelgansiz-da bizga. Mana ko'rsanglar bo'ladi, Samandar o'zi ham mana kichkina uchastkada nechta betda olib kelgansiz o'shanda? Nechta olib kelgansiz? O, bilmasam, adamlar biladi. Bir taxminan 200 ta, 150 ta borga o'xshayapti. Shunaqa bor, ha. 150 ta, 200 ta. Qurib ketdi anchasi buni. Misol mana shunday kichkinaligidan olib kelgan bo'lsangiz, bir tursa narxi 5000 so'm tursa kerak bitta ko'chatida. Hozir bu yerda mashina sotsangiz agar 40 ming 50 ming turadi bitta donasi. Bilaman. Necha yil bo'ldi mana shu turganiga? 5-6 yil kami. Ha, 5-6 yil bo'lsa, men zato 10 barobar ustiga tashyapti. Shunaqa. Har yili bahorda odam masir olib kelib, shuni ariq qilib, tegini yumshatib qilamiz. Bitta ko'kar bo'ladi, yaxshi bo'lib ketadi keyin. O'shan uyga mana dehqonchilik qilib ekdi. Bo'ldi, uyga ichiga ham kirib ozgina ish jarayonlarini ko'raylik. Qani nima bo'lyapti? Ketdi. Hozir o'zi bolalarimiz ishlayapti, ish qolmay qolganiga sizni kutib turdik. Ozgina ish to'xtab qoldi. Gazon yo'lda. Juda akkuratli ishlashar ekan. Gap yo'q. Ha, rahmat. Bu yoqda Yevgeniy aka birinchi kelib, palivlarni qilib ketdilar. Mana bu narsa. Men apparatdan hali tushunmayman-da, tushunadigan bo'lsa bitta yoqib ko'rsatsam bo'ladi. Oxirida ko'rsatamiz uni, bitta ishlar tugagandan keyin. 6 da, ertalab 6 da chiqar ekan, separ ekan, keyin kechki payt 7-8 da chiqib o'zi sepib kirib ketar ekan. Shu narsa, amami meni orzu qilgan daraxtim Fatinya. Mana shu paliflar o'zi boshida gazon qilamiz deganingizda maslahat berdik, palif qilganingiz yaxshi. Chunki hayolimda yo'q edi. Chiletskiy faktorda odam misol bayramda o'qib qolishi mumkin, komandirovkaga chiqib ketishingiz mumkin. Uyda hech kim bo'lmay qolsa, gazon suvsiz qolib ketsa o'ladi-da. Shuning uchun siz bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham bu avtomatik ishlayveradi. Avtopalifning yaxshi tarafi shunda. Yana bitta narsa mana hozir aytib o'taman. Mana shamshotlaringizni antam ko'chirishdi bolalar. Qarang, forma berib qo'yish, dumaloq qo'yish chiroyli. Xuddi ani qimmatga sana olganga o'xshab qoldi, boru. Shunaqa. Bunga agar ozgina pardoz qilinsa, shunaqa qimmatcha ko'rinadi-da. O'zingiz ham mana sochingiz sartaroshga borsangiz, boshqacha bo'lib qolasiz, chiroyli bola bo'lib. Shunaqada. O'zi aslida men o'zi qimmat bo'laman. Bularni ham o'zi bizning ishxonada mutaxassislar bor, sartaroshlari, maxsus gullar. O'zligi bor. Buni ham misol o'zingiz kelib kesib keta olmaysiz, shunaqa o'xshamaydi. Baribir mutaxassis qilgani yaxshi bu narsalarni. Men sizga ozgina gullar haqida tushuntirib bermoqchiman. Borganda ham o'zi tushuntirgandik-ku. Bu Kiparis arizonica fastigata deyiladi. Hidi esingizda, men adashdan ko'rsatdim mana. Ya'ni bitta buni mana ertaga xudo olsa paliflaringiz ishlagan payti suv bersangiz ham ustidan cho'miltirib, polni hovlingizga shu hid beradi. Ha, yo'q. Bitta shuni o'zi yetadimi? Men
Примерно qancha atrofiga bera oladimi faqat yaqin kelib Atrofga qilagandanmi? beradi. Yonidan o'tib ketsa seziladi o'sha. Yonidan o'tib ketsa seziladi. Fatinya haqida aytib bering, qisqacha. Mana shuni bilib oling. Ma'lumot aytib bering. Bu Fatinya Fraseri Red Robin deyiladi oti. Sizga mana maxsus Italiya, Yevropadan keltirilgan o'zi bizning hamma gullarimiz italyanskiy o'simlik hisoblanadi. Bizda Turkiya, Eronning gullari sotilmaydi o'zi. Bu o'simlik haqida qisqacha ma'lumot bersam, Вечный зеленый, bahor, yoz, kuz, qish yam-yashil bo'lib turadi, bargini to'kmaydi. Bargini yangi barglar chiqarganda qizil bo'lib chiqaradi. Endi ozgina mana g'unchalari ham turibdi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana bularmi? Ha, bular oppoq bo'lib gullaydi. Mana xudo xolisa yaqinda bir oylardan keyin o'sha ko'rasiz, gullaydi, asalari to'lib ketadi atrofida. Yo'q. Bu asalarni o'ziga chaqiradi. Asalari ko'p bo'lgani hovlingizda yaxshi. Chunki asalari kelib changlatadi-yu buni. Parallelni boshqa gullaringizda ham changlatadi-da. Shuning uchun mana daraxtlaringiz ham, mevali daraxtlar ham ko'proq hosil berishi, ko'proq gullashiga sababchi bo'ladi. Bu ko'p atrofiga arilarni chaqiradi. Mana o'zi niyatim bor edi-da. Endi oldimizda gazon qilolmaganmiz. Bir marta ekib ko'rishgan, bo'ldi. So'lib qolgan u-da. Yotqizmaganmiz, ekkanmiz. To'ydan keyin shuni ertalab chiqib olib, shilankani olib, ana brushatkalarga sepib, qanaqadir kayfi bor-da, mamutda hali. Yam-yashil bo'ladi xudo xolasa. Ana o'sha anaqalar baylar chiqyapti. Ko'rinyapti. Polni yashil zona bo'ladi. Men bolalarga aytdim, buni tegini ham ortib qo'ygan gazonlardan tegini gazon qilib qo'ysa, chiroyli turadi. Ko'tarsa gazonni ushasa bo'ladi. Gazonni tegiga qilib qo'ysa chiroyli turadi. Buni ham gazon qilib, chiroyli qilib kesadigan joy bo'lsa, kesadigan chiroyli qilib berishadi bolalar. Buni ham aytdim. Bo'ldi. Chunki bunichi o'zi qancha ko'p kessangiz, shuncha yaxshi, zichroq bo'ladi. Siz ko'rasiz, uchlari siyrak bo'lib qolganda hozir. Bu o'zi tepagacha edi. Ko'rasizmi, oldingi izi qolgani. Ne bo'ldi? Izlari bor. Polni adam buni kesdilar keyin. Kesganlari yaxshi. Mana ikki xil bo'ldi. Bittasi anaqa Plush, bittasi boshqa. Qishda ham yashil turadi. Shunaqa. Bittasi Devchi vinogradga o'xshaydi. Devchi vinograd bilan plush. Shu. Shamshotlaringiz bo'yicha aytsam, bular ham Вечный зеленый o'zi Fatinyaz bilan bir xil. Sizda bu yerda listopadning bargini to'kadigan narsa yo'q. Hammasi qishin yozin bir xil turadi. Men o'ylayman, mana bargini to'kadi, teramiz. Xurmo shunaqa edi-da. To'kardi, udadilar chiqib ketardi. Bu to'kmaydi, xudo xolisa. Keyin yana bitta narsa, bolalarga aytibsiz, o'zingizni ideyangiz bo'lgan ekan, men bitta gulli joy qilaylik deb. Men bu yerda tavsiya qilmagan bo'lardim. Anaqani olmanman-ku. Chetiga ограждение qo'yish kerak edi. Olmanman o'sha narsasini. O'zi yaxshi qilibsiz, chunki men hozir mana maslahatim qarang, olmaganingizda. Siz hozir men kirganingizda xoloski gulli bo'lib tursa masjidda, no landshaft shunaqa narsaki, simmetriya bo'lishi kerak-da. Simmetriyni betga bitta qildingizmi, antkam ikkinchisi bo'lishi kerak. Shunaqa qirralari bir-biriga sachitatsiya qilib turishi kerak, mos bo'lishi kerak. Mana ko'rasizmi, bitta mana arizonikamizni ekdik deb aytgan, ro'parasiga yana bitta ekdik. Agar ro'parasiga ekmasangiz, xunuk bo'lib qoladi o'sha. Nima qildingiz? Bardak bo'lib qoladi. Mani taklifim, shamshotingiz bor ekan ko'chada. Bitta yana yaxshisini olib, mana mashga ekish. Ro'parasiga uni. Mashga ro'parasiga shamshotni ekamiz. Faqat gazoningiz bo'ladi. Olib kelgan gullaringiz bor-ku? Mana bular. Olib kelgan gullar, bularni bizni Fatinyani tagiga dumaloq qilib, joy qilib eksak bo'ladi. Yarashib turadi. Chunki sizni bu yerda glavniy kirganda e'tibor oladigan narsa Fatinyada. Shuni tagiga qanaqadir yoki oq tosh qilib qo'ysa bo'ladi tagiga, yoki 1 yillik gullar. Endi qarang, bu tavsiya, ekspertning mutaxassislik taraflamada kirganda odam xunuk bo'lib qoladi. Hozir masjidga gul ekib qo'ysangiz xunuk bo'lib qoladi. Mana masjidda shamshot turibdi. Betga aralashtirmagangiz yaxshi. Yemaydi. Qayergamiz uni? Uni ichiga orasiga dumaloq qilsangiz bo'ladi yoki naqsh qilib ishlatsa bo'ladi buni. Yoz oxirida bu ana bo'ladi-da. O'ladi, deyapsizmi? Ha, 1 yillik bu gullar. Ha, 1 yillik. Mana chiroyli turadi, Fatinyaz tegida. Mana shuni dumaloq qilib bolalar chiroyli ekib beradi, o'zi yarashib turadi, ko'rasiz. Fatinyaz. Endi betga eksangiz anaqada hozir. To'g'ri tushunayman, menimki ham nariga burchagiga ham qilishingiz kerak-da unaqa. Yoki 4 ta burchakni qilishingiz kerak. Betda o'zini qilib qo'ysangiz, menimcha bo'sh bo'lib qoladi, xunuk bo'lib qoladi lekin. Nima deysiz? Bu yetmaydi, ikkita burchakga qiladigan bo'lsa. Buni o'zi yetmaydi. O'zi mashiningizni o'zi ham zich qilib qilishga yetmaydi hozir. Yo'q-a? Ha, bu 2 barobar ko'p kerak yana. Chunki hozir orasini ochib qo'ysangiz ham, bachkana bo'lib qoladi, siyrak bo'lib qoladi. Bu zich bo'lib turishi kerak. Mana shu ko'ryapsizmi zichligini? Mana mashinada mana bitta masjidga yetadi, bo'ldi. Tushunasizmi? Mana ketish kerak bu. Agar orasini ochib tashlasangiz, hozir mana oddiy misol orasini ochib qilamiz-da, ko'rasiz. Bitta bunaqa
Misol Bizda amaliyotlardan borda, yetib qolar xudo xolisi. Prosta mana bunaqa qilsangiz ham anaqada. bular orasi ochilib qoladi. Oyizlar qoladilarmi? Onam nimalar, ha? Mana shu gullarni yoqtiradilar, tepada ham gullar bor, oshxonada ham ko'rgan bo'lsangiz gullar bor. Bu yoqqa ham gullar olib keltiradilar. Mana shu narsani yaxshi ko'radilar o'zlari, o'shaning uchun. Mana shu xabar berdim. Unda qarang. Oyizlar o'zlari mana shu yerga xolayapti-da, mana shu yerga bo'lishini. Oldindan o'sha yerda bo'lganda o'zi. Yo'kida. Buni narigi burchagiga qilsak-chi? Hojatxona taraf. Bu yerda uydan kelganda sraz chiroyli ko'rinishni boshlardi-da. Hatya mana bu yoqqa shamshodni bittasini qo'yib qo'ysak ham, mana buni deylik, qani qop. Mana mana shamshod deylik. Lekin mana sepishi ham bor. Bu chiqib sepsa, men bilan dabdala qilib olmasmikan? Ulug'bek aka. Assalomu alaykum. Nima bo'ladi? Mana masalan, polifis ishlayotgan paytda men bularga moshni anaqa qilib yuborsa, xalaqit qilib qolmaysizmi bularga? Polif mana ko'tarilganda mana bu ko'tarilib Mayda bo'lib pisillaydi-da bu, mayda bu. bemalol sochib beradi mana. Yo, xunuk bo'lmaydi menimcha, mana shunday bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa shamshod bo'lsa agar, shamshodga qo'shib qo'yaramizmi yoki yo bo'lmay qoladi bundan qilsak? Xo'p. Hop, bitta yo'lini topamiz. Oyizlar holati gullaydigan narsa bo'lishini holati. Ha, buni har yili almashtirib boshqa gul olib kelib ekuraveradilar-da, bahori boshida. Hozir Samandar mana siz aytganingizdek qilamiz mana shu yerda. Gullarni zich qilib, chiroyli kompozitsiya qilib, uyg'unlashtirib bir-biri bilan qilamiz. Bet bitta variant, ikkinchi variant ham aytdim, ana uni tagiga qilsak bo'ladi. Hozir betga bitta qilib ko'rishadi, oyizlar bitta ko'radilar. Keyin antgan bitta qilib ko'ramiz, buni bizib antgan ham qilib ko'radi. Hali ekishmaydi, prosta mana bu ustida qo'yib turishadi, yer ustiga. Fatinyani tagiga ham qo'yamizda, Fatinyani tagiga qo'yamiz. Qaysi biri ko'proq yoqsa o'shani qilamiz. Lekin o'rtaga ham qo'ysa chiroyli chiqadi. O'rtaga. Bet unaqa kiraverishga o'zi bunaqa bo'lishini aytdim, simmetrichniy bo'lishi kerak-da. Yo'qsa sal yemay qoladi. Ko'ramizda, qaysi ko'zga sizlarga yoqsa o'sha bo'ladi. Endi bizning vazifa bitta ikkita variant berish, tanlash endi sizlarni anaqanglarda. Sizga qanaqa ko'nglingizga yoqsa shunaqa bo'ladi. Gazonsiz holatini hozir mana tomoshabinlar ko'rib turibdi. Keyin gazon bilan holatda bitta o'zingizni qanaqa o'zgarish bo'ladi. Esingizda qolsin-da mana bu joy. Gazon yo'q hozir, turib qol. Ertaga hozir mana ertagansin bolalar olib kelyapti. Bugunning o'zida bitadi rosa ishimiz. Gazondan keyingi holatini ko'rib, keyin bitta o'zingiz uchun solishtirib olasiz. Gazon bilan qanaqangi hovli ochilishini, ya'ni bitta guvohiga aylanasizlar. Ketdik aka, hozir Samandar uydalar, chaqiramiz va birga fikrlarini ham eshitamiz. Samandar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'sha Samandar mehr oshib ketdi hovlilariga, gazonlarga suv quyaptilar. Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. 9 hozir ertalabdan uyg'onib olib, mana gullarga suv quyayotgan ekanlar. Qanaqa ekan? Ощущениyalar qanaqa o'zi? Qanaqa bo'lyapti? Zo'r. Men orzu qilardim mana shu narsani, aniq aytdim-ku. Shangada suv sepib, qo'limga qarab. Mana mana shu narsa amalga oshdi. Zo'r. Bo'l har kun endi shu ahvol. Zo'r. Bitta qani orqa michasida fondan ko'rsataylik holatni. Chunki hammani esida bundan oldingi holati gazonsiz. Gazon bilan holati barham ancha boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Buni hali gazonga silkadimda to'g'rilab yuborsa, xudo xolisa. Lekin ancha hovlingiz ochilibdi, ancha chiroyli bo'libdi. Xudo xolisa barcha mana kuzatuvchilar endi havas qilganlar bo'lsa, xuddi shunaqa hovlisini qilishsin-da, endi ularga. O'rtoqlar, qaranglar. Bahor gullariga kelasizlar. Mashina joyga lanchat qilish kerak deysizlar. Xohlasanglar davlat zdaniyalari, xohlasanglar dacha, xohlasanglar uy, xohlasanglar ko'changizni o'zligi sizlarga dizayn kerak bo'lsa qilib berishadi. Tanlaysiz, o'simlikni joyida almashtirib qanaqa turishini ko'rsangiz bo'ladi, o'rtoqlar. Hamma ishchilar professional, eng qizig'i bu mana daraxtlar, ko'chatlar ekildi, bo'ldi. Boshqa kelmaydi emas. Har yili 2 marta bahor gullarini professional shu narsaga o'qigan ishchilari kelib, parvarishlab kechadi. Siz prosta go'zallikka prosta bundan qarab tursangiz bo'ldi, o'rtoqlar. Foydalanish kerak bu narsadan. Hamma yoqda ham yo'q bu. Mana Italiyadan keltirilgan, Yevropadan keltirilgan hamma daraxtlar mana shunaqa. Bitta shamshod endi dehqonchilik bo'lib qoldi. Bu shamshodlaringiz ham Italiyadan farqi yo'q. Yo'q, shunaqa qo'ydinglar. Endi bunga shakl ham berdik-ku, shakl bilan ko'rsin, bari ham boshqacha bo'ladi. Gullarni ko'rinishi. Bo'l, rahmat sizga. Jonli sog' bo'lsin, kattakon rahmat. Sizga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Zo'r, kostyumasan xohlagandek bo'ldi. Pom-pomarchalarga ham mazza qilyapman, o'rtoqlar. Asosiysi boshqalarga ham bemalol tavsiya qilasiz. Конечно. Ishlab noldan bitta hammasi, tushunasizlarmi?
bir hafta, bir oylab kutib o'tirmaysizlar. Ben qishsiz deganim yo'q, o'zligi kelib, men chaqirgan emas, men gruppaga prosta yozildi. Mana shunaqa narsalar kerak. Nima bilan bo'ldi, hammasi hal bo'ldi. Erta 9 da o'zligi kelib, ishchilarga ovqat ham bermaysiz xolasangiz, o'zligi o'tdan ovqat olib kelib, o'zligi yeb olishadi. Siz ishingizni qilib yurasiz, o'zligi 4 kun ichida, ili undan kam ham ketishi mumkin sizlarga. Menda shunaqa bo'lib qoldi. 4 kunda bitta xudo xolasa. Rahmat Kotagon sizga salomlar. Do'stlar, agar sizlarga ham shunaqa landshaft xizmatlari kerak bo'lsa, bahor gullariga murojaat qilinglar. Siz ham agar tavsiya qila olsangiz, bahor bilan tanlashsin. Men necha marta deyman sizlarga, necha marta. Tanlaylar bo'ldi sizlar. Telefon qilinglar. Pat ключ. Хотя бы landshaft qilmasanglar ham qanaqadir bahor gullarga tashrif buyuringlar birinchi bo'libdi. Juda ham ko'p o'simliklar bor. Bitta mana shu burchagimni o'ziga bitta dona daraxt olmoqchiman desangiz ham borasiz, kelishtirilgan narxlarda chiroyli qilib berishadi o'rtoqlar. Landshaft imенно landshaft emas bo'ladi. Ko'chat olib o'zingiz kishingizga buni qarab yurishingizga ham olsangiz bo'ladi. Budjet qilaverasizlar. Bo'l, bu videoni tugatsak bo'ladi deb o'ylayman. Bu keyingi videolarimizda davomiy bo'lish uchun обязательно videoga like bosib qo'yinglar, kommentariyalar yozinglar va sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanaqa videolarni yana ko'rishni xohlardinglar? Yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat. Charchamanglar.